Shu desanglar devichka xonlar, bugun sizlar bilan kosasini ham yesa bo'ladigan, mazasi og'zingizda qoladigan ajoyib taom tayyorlaymiz. Sariyog' solingan tovamizga birinchi piyozni, keyin esa go'shtni solib yaxshilab qovurib, ozroq tomat va 4-5 soat davomida ozroq chang soda solib, ivitilgan no'xatlarimizni ham qo'shib, ustidan suv quyib, 3-4 soatga o'rtachadan pastroq olovda pishirishga jo'natib yuboramiz. O'zimizga keraklicha unni olamiz, ustidan sut, dro'ja, tuz va yana o'sha qishlog'imdan kelgan sariyog'dan qo'shib yumshoqqina xamir qorib, oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz oshguncha bekorchidan xudo bezor deb dog' bo'lgan sochiq va chirk bo'lgan kurshkani bave yordamida oqartirib olamiz. Bir osh qoshiq solamiz, qaynagan suvni quyamiz. Voy, kurshkamni ko'rib uyalib ketdim. Xullas, yangi dog' bo'ladimi, eski dog' bo'ladimi, 20 minutda yangidek bo'ladi qoladi. Qayerdan topaman deb o'ylanib o'tirmang. Xohlasangiz Yandex marketdan, xohlasangiz Uzum marketdan, bo'lmasam bozordan ham topsangiz bo'ladi. Hamma narsani oppoqqina qilib olib, ana endi ko'ngil xotirjam ko'pgan xamirlarimizni olib, bo'laklarga bo'lib, o'rtacha qalinlikda yoyib olamizda, duxovkaga kirsa sinib ketmaydigan kosalarimizni ustki qismini yog'lab, xamirlarimizni joylab, ozroq sutlab olamizda, ana endi oldindan qizdirilgan 220 gradusli duxovkamizga pishirishga jo'natib yuboramiz. Kosa nonlarimiz pishguncha go'shtlarni olib, maydalab, yana qaytadan ovqatimizga qo'shib, yarim soat davomida qaynatib olamiz. Ustidan xohishga ko'ra ozroq murch, tuz solib, tuzlarini rosalab olamiz. Issiqqina pishib chiqqan kosa nonlarimizni olamizda, suvlari qo'yiqqina, go'shtlari esa xil-xil bo'lib, sizni ishtahangizni ochgan, ovqatimizni ham suzib olamiz. Ana endi bugungi retsept uchun baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.